14 million so'mga bitgan tunikafonimiz arziydimi, arzimaydimi akalar? Kommentariyada yozib ketinglar. Xonadonimizning dizayniga tunikafonlarimiz to'g'ri kelganmi, kelmaganmi, buni ham sizlardan kutib qolamiz akalar. Xo'p, akalar, bu xonadonimizga 2 etajli qilganmiz. Ikkinchi etajli pianinolari bilan, karnizlarida lolalar bilan akalar tunikafonlarni qilganmiz. Xizmatlarimiz ma'qul kelayotgan bo'lsa, bemalol kommentariyada fikrlarni yozib qoldiringlar. Agar sizlarga ham tunikafon xizmatlari kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqsanglar, xudo xolasa keyingi tunikafon qiladigan xonadonimiz aynan sizning xonadoningiz bo'lishi mumkin. Xo'p, xonadonimizga 100 kvadrat atrofida materialimiz ketgan. 140 ming so'mdan 14 million so'mga mana shunaqa chiroyli ko'rinishli tunikafonlarni bitkizib berganmiz akalar. Xo'p, bir narsani e'tiborga olib qo'yasizlar, ishlatilgan materialning kvadratiga hisoblanadi tunikafonimiz, joyning kvadratiga emas. Buni aytishimizning sababi bukilishi, qayrilishi, ustma-ust qatirishning hisobiga joyingizning kvadratdan tunikamiz ko'proq ketadi. Sizlar ketgan tunikamizning kvadratiga pul berasizlar akalar. Agar ishlarimiz ma'qul kelgan bo'lsa, bu videoni uyga tunikafon qildirmoqchi bo'lib yurgan yaqinlaringizga jo'natib qo'yasizlar akalar. Hammalaringiz videoni oxirigacha ko'rganingiz uchun rahmat deb qolamiz. Salomat bo'linglar akalar. Oq hamda mokri rangli tunikamizdan foydalanganmiz. Tarnolari o'zi bor ekan, biz tarnolarni qilmaganmiz. Rahmat, salomat bo'linglar akalar.